Kunni doimgidek qahvadan boshladim. Bugun 100 dollardan 100 ming dollargacha bo'lgan eksperimentimizning ikkinchi kuni. Kripto bozor holati bugun juda ham aktiv. Altcoin'lar ancha qimirlab qoldi. Ustokin sun'iy savdoga kirishim uchun bir nechta kriptolarni taqdim etdi. Ularni tekshirib chiqdimda va savdolarimni ochib yubordim. 100 dollar balansimdagi pulga jami 10 ta kripto sotib oldim. Nega 10 ta? Bitta emas, sababi kriptoda barcha pulni bitta kriptoga sarmoya kirgizib qo'yib, riskni kattalashtirish xato hisoblanadi. Bu vaqt oralig'ida onam menga qo'ng'iroq qilib qoldilar. Naqd 2 soat vaqtim onam bilan gaplash bilan o'tdi. Ancha gaplari yig'lab qolgan ekan. Ha aytgancha, rossiyalik bir kripto treyderdan 13 ming dollarga kurs sotib olgan edim. Bu vaqt oralig'ida u bilan darslarimiz boshlandi. Inson doim o'z ustida rivojlanishda davom etishi kerak. Aytishadi-ku, beshikdan qabrgacha ilm izla deb. Dars jarayoni yakunlangandan so'ng sotib olgan kriptolarimga qarab qo'ydim. Yashil shamlar va pullarim ko'tarilishini ko'rib ko'zim quvnadi. Bu bola ovqatlanmaydimi, oshqozoni bilan urushib qolganmi deb o'ylamang. Kechki ovqat qilish uchun ofisdan chiqdimda diyet tomon o'tlandim. Hozir PPdaman, sog'lig'imga jiddiy e'tibor qaratganman. Ovqatlanib bo'lgach yana savdolarimga qarab qo'ydim. Savdolarim plusda, salkam 19 dollar daromaddaman. Bugun sotib olgan tangalarimni yozib ketaman. Menimcha bugunga yetadi. Barakasini bersin dedimda, savdolarimni yopib yubordim. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Eksperimentimiz yakunlanishi uchun 99.881 dollar qoldi.